hamma nashriyotlarda chiqqan hamma kitoblar emas, Mumkiniston mamlakatiga sayohat. Nimani o'z ichiga olganini hozircha bilmayman. Mukofot ta'sischilari bu kitobni nima uchun g'olib deb topdi? Muqovasini qattiq qilishsa. Bundoq qarasangiz orqasi ko'rinmaydigan sifatli qog'ozda chiqqan. Shu narsa hattoki shu kitob bozoriga ham ta'sir qilyapti demoqchiman-da. Huzur nashriyotidan katta yurish. Faqat qattiqroq qarash kerak, nazorat qilish kerak va ozgina mehr berish kerak. Ba'zi bir nashriyotlar so'rovlarimga javob yozmadi. Oy davomida nashr qilingan yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan may oyida nashr qilingan yangi qaynoq kitoblar bilan tanishamiz. Shu 10-15 daqiqalik video davomida siz oy davomida nashr qilingan yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Qani, boshladik unda. Assalomu alaykum. Uzoq tanaffusdan so'ng YouTube kanalida yana siz bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan doimgi videolardan biroz farq qiladigan formatda gaplashamiz. Ya'ni oy davomida chiqqan kitoblar bilan tanishamiz. Har bir nashriyot bilan bog'lanib, may oyida qanaqa kitoblar nashr qilingani bo'yicha ma'lumotlar yig'ayotganimda shunga amin bo'ldimki, may oyi nashriyotlarimiz uchun umuman olganda o'zbek kitob bozori uchun juda ham salmoqli va barakali oy bo'libdi, chunki anchagina kitob nashr qilingan. Hali ham bu yerdagilar hamma nashriyotlarda chiqqan hamma kitoblar emas. Men topa olganim, olishga ulgurganim va qaysidir ma'noda filtrlagan kitoblarim. Bir boshidan siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu kitoblarning deyarli 99% ni hali o'qimadim. Bilib turganingizdek yangi kitob bo'lgani uchun. Ya'ni yangi kitobga bir nazar sifatida ko'rib chiqamiz. Ular haqida, sifat haqida, umuman mazmuni haqida, birinchi qarashda ko'rinadigan jihatlari haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib bolalar adabiyoti haqida gaplashsak, menimcha mantiqan ham to'g'ri bo'lardi. Bu yerda Akadem nashr etgan kitob Qobul Shermatovning Buvamning oshqozonidagi mamlakat kitobining ikkinchi qismi. Bu kitobning birinchi qismi oldinroq chiqqandi va mashhurlikka erishgandi. Mana uning nihoyat ikkinchi qismi ham nashr qilindi. Bu may oyida Akadem nashr tomonidan nashr etilgan kitob ekan. Juda ham sifatli ishlangan, an'anaviy kitoblardan kattaroq A4 formatda, qattiq muqovada, ichida rangli rasmlari bor. Ko'rmadim hozircha qayerdadir necha yoshlar uchun mo'ljallangani yozilganmi yo'qmi? Menimcha bu narsa yozib o'tilsa yaxshi bo'lardi. Akadem nashr juda ham professional ishlaydi. Bu taraflari qayerdadir yozilgan bo'lsa kerak. Hali yozilgan ekan. 12 yoshlar uchun, 12 yoshdan yuqorilar uchun mo'ljallangan ekan va bu kitobning birinchi qismi, hozirgina aytganim o'sha birinchi qismi ham qayta nashr qilinibdi. Navbatdagi kitobimiz Tarbiyatchi nashriyotiga tegishli Mumkiniston mamlakatiga sayohat. Nomi juda ham qiziq. Tozagul Jumanova. Juda ham barakali ijod qilyapti shu muallif. Boshqa nashriyotlarda chiqqan kitoblarni ham kuzatdim. Kitob qiziq, rangli, rasmli, eng muhimi bolalar adabiyotida bilishimcha yozuvlar kattaroq bo'lishi kerak. Bola qiynalmasdan, ko'zlari chalkashmasdan, qiynalmasdan o'qishi uchun. Va bunda ham +7 ko'rsatilgan, ya'ni 7 yoshdan yuqoridagi bolalar uchun mo'ljallangan. Mana shu narsa yaxshi rivojlandi. Yaqingacha to'g'risi kitoblarda, bolalar kitoblarida yosh ko'rsatilmasdi. Men buni o'zimni Telegram kanalimda ham ko'p tanqidiyroq taklif qilib yozganman. Yosh ko'rsatilishi kerak, ota-ona bilishi kerak, uning bolasiga bu kitob to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi. Shu tomondan yaxshi kitob, yaxshi chiqibdi. Bu umuman bu nashriyot o'zi yangi. Bolalar tarbiyasiga, ota-ona, ayol-erkak munosabatlari, umuman tarbiyaga aloqador bo'lgan har qanday mavzudagi kitoblar chiqarishadi. Hali yangi 5-6 ta kitob chiqarishdi adashmasam, balki sal ko'proqdir. Umuman menga sifati va ko'rinishi yoqdi. Endi o'qib ko'rib yana ham bu haqida bir gaplashsa bo'ladi. Xuddi shu nashriyotning G'iyosiddin Yusuf muallifligidagi Jannatda ham birga bo'laylik mavzusidagi kitobi ham nashr qilinibdi. Shu oyda ayol erkak qanaqa amallar qilsa Alloh ulardan rozi bo'ladi va jannatda ham birgalikda bo'lishlarini ta'minlashlari mumkin degan mavzuda diniy va dunyoviy tavsiyalar berilgan. Qiziq mavzu. Dizayni ham, sifati ham yaxshi. O'zi bu nashriyot kitoblarini ko'rdim.
sifatini yaxshi chiqarishar ekan. Qog'ozi ham ko'zni charchatmaydigan. Hali mazmuni bilan tanishmasman. Mazmuni juda ham yaxshi bo'lsa, bunaqa kitoblar juda ko'p o'qiladi, takror o'qiladi. Shuning uchun bunday kitoblarni men nashriyotga tavsiya qilgan bo'lardim yoki shunaqa kitob chiqaradigan boshqa nashriyotlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Shu muqovasini qattiq qilishsa, shu turdagi kitoblarni. Chunki bu qayta o'qilganda yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin. Shuning oldini olish uchun sevimli kitoblar ko'p o'qiladi, ko'p o'qiladigan kitoblar esa qattiq muqovada va sifatliroq bo'lgani menimcha yaxshi. Xo'sh, bolalar adabiyotidan yana bir kitob. Bu nashriyot ham o'zi hali qaysidir ma'noda bola, yangi nashriyot. Ular ham kitob chiqaribdi va mening e'tiborimni tortgan narsa bolalar haqidagi kitobni bola yozgan. Kitob orqasida muallifning aniq yoshi yozilmagan, lekin qaysidir maktab o'quvchisi deb yozilganiga qaraganda, demak, eng kamida maktab o'quvchisi va 12 yosh uchun mo'ljallangan bolalar uchun kitob yozgan. Qiziq, balki o'z tengqurlari uchun yozilgandir. Bolajondan bolajonga rukni ostida chiqibdi. O'rmondagi portal nomlangan kitob. Rasmlari bor. Umuman bola tasavvur qilishi uchun voqealar qayerda bo'layotganini, qanday bo'layotganini, o'sha yuqorida aytganimdek juda muhim jihatlardan biri shrift va uning kattaligi bu ham juda yaxshi va mana bunaqa qiziq xaritali joylari ham bor ekan. Xaritalar bilan bolaga vaziyatni tushuntirgan. Bu kitob o'sha yangi deb atayotganimiz o'sha Alp nashr nashriyotida chiqqan. Alp nashr bu oyda 4 ta kitob chiqaribdi. Albatta keyingi 3 kitob bolalar adabiyotiga aloqador emas, lekin mavzusi va dizayniga qaraganda juda ham qiziq kitobga o'xshaydi. Shuhrat Bobojon, Time Machine 1984. Bu kitob aynan nimani o'z ichiga olganini hozircha bilmayman, lekin kitob orqasidagi tafsilotlarga qaraganda muallif bu kitobni yozish uchun o'sha mashhur Tesla ulg'ayib o'sgan joylarga borgani, Einstein ulg'aygan, bilim olgan joylarda, umuman shunga o'xshagan joylarga borib katta izlanishlar olib borgani yozilgan bu kitob haqida. Va bir-ikki varaqlab ko'rdimki, kitob ichidagi voqealar O'zbekistonda, demak, qandaydir qiziq janr bizni kutyapti. Balki 1984 ishorasiga qarasak, antitopik, bilmadim, endi o'qib ko'rish kerak, nasib etsa o'qib ko'rishni niyat qildim. Endi keyingi kitob xuddi shu kitobni nashriyot ikki turdagi o'quvchilarning nimasini, talab va istaklarini inobatga olgan shekilli Kiril alifbosida va Lotin alifbosida bosgan va menga juda ham yoqqan tarafi ikkisiga alohida dizayn ishlangan, shriftlar tanlangan. Bu juda ham yaxshi meni nazarimda, chunki shu ikkita avlod nimasi hisobga olingan. Menga qiziq tuyuldi, men o'qib chiqmoqchiman. Albatta lotinidagisini. Shunaqa avlodmiz endi, nima deysiz? Keyingi kitobi she'riy kitob. Guljamol Asqarova, o'sha mashhur ayol shoiramiz, ustozimiz Cho'g' ustidagi raqs nomli to'plamini nashr qilishibdi. Alp nashriyoti. Kitob juda ham sifatli chiqqan. Qog'ozlari ayniqsa juda ham yoqdi menga. Ko'zni charchatmaydigan, bundoq qarasangiz orqasi ko'rinmaydigan sifatli qog'ozda chiqqan va joyini ayashmagan. O'sha o'zi aslida qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa shunaqa qilib yozishgan. Masalan, mana bu joyga qarashingiz mumkin. She'r varoq yarmida tugasa, keyingi she'r yangi varoqdan boshlangan. Ba'zi nashriyotlarda ko'ramiz, shunaqa joylarda joydan yutish uchun, varog'ini qisqartirish uchun shuning davomidan darrov yozib ketishadi. Shu tomonlarga ham qarashgan kitob sifatli chiqibdi. Guljamol opani she'rlarini juda yaxshi ko'rib o'qiyman. Yaxshi ko'rib o'qiydigan boshqa muxlislariga ham tavsiya qilaman shu to'plamni olishini. Maza qilasiz, sifatli qalin kitob bo'lgan. Taxminan hozir aytaman varog'ini 400 betdan oshiq. Ana. Endi bolalar adabiyotiga yakun yasab qo'ysak, bu yerda bitta katta to'plam bor. Bu to'plam yangi bolalar nashriyoti tomonidan chiqarilgan. Endi men bolalar nashriyoti deb o'yladim. Logosiga qarab, chiqargan hamma kitoblariga qarab, balki umuman boshqa shunga o'xshagan kattalar uchun mo'ljallangan kitoblarni ham chiqarishar.
lekin hozircha ko'rinadiki, bolalar uchun mo'ljallangan 30 ta to'plam chiqardi va uning nomi ko'rib turganingizdek tarixni o'zgartirgan mutafakkirlar deb nomlangan. Ichida 30 ta mana shunaqa an'anaviy kitobdan kattaroq, lekin A4 formatdan sal kichkinaroq bo'lgan razmerda chiqarilgan kitob. Nashriyotning mualliflik kitobi hisoblanadi. Buni qanaqadir boshqa tildan tarjima qilishmagan, g'oyani olib yozishgan va ichidagi mana ko'rishingiz mumkin rasmlarni to'liq o'zlari rassomlarga berib, illyustratorlarga berib chizdirishgan va nashr qilishgan. Eshitishimcha, yana bir nashriyot vakillaridan eshitdim, bu kitoblarning mualliflik huquqini Turkiya nashriyotlariga sotishgan. Ular bu nashriyotdan mualliflik huquqini sotib olib, turkchaga tarjima qilib, turkchada nashr etish. Ayni paytda esa bir ikkita arab davlatlari, Saudiya, yana qaysidir arab davlati hozir yodimdan chiqdi va Malayziya qiziqyapti ekan. Mualliflik huquqi bo'yicha muzokara ketyapti ekan. Ular ham o'zbek nashriyotining mualliflik kitobini xarid qilib, o'zlarining tiliga tarjima qilib nashr qilishmoqchi ekan. Bundan to'g'risi juda ham xursand bo'ldim, chunki odatda biz har doim chet el nashriyotlaridan mualliflik huquqida kitoblar sotib olib, tarjima qilib nashr qilardik. Bu ham qaysidir ma'noda o'zbek kitob bozorining eksporti deyish mumkin. Menimcha bu juda yaxshi. Juda ko'p mutafakkirlar o'rin olgan. Hozir bu yerda har birini ko'rsatsak, menimcha juda ko'p vaqt ketadi. Buni bemalol internet saytlaridan yoki shunga o'xshagan kitob sotish bilan shug'ullanadigan nimalardan bir qiziqib ko'rsangiz bo'ladi. Buni xohlasangiz to'plam shaklida 30 ta kitobini ham sotib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bittalab, donalab ham sotishadi, sizga kim qiziq bo'lsa. Bu yerda hamma o'zimizning mutafakkirlarimiz ham bor, xalqaro darajadagi katta olimlar ham bor. Nasib etsa, boya aytganimdek, boshqa chet el davlatlariga agar mualliflik huquqi asosida sotilsa, bu qaysidir ma'noda turk madaniyatini, qaysidir ma'noda o'zbek madaniyatini chet elga sotish hisoblanadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Shu narsani yaxshi qabul qildim va nashriyot ishida omad tilayman. Aytgancha nashriyot nomini aytmayapman. Nashriyot nomi Atlas. Atlas, eslab qoling. Xudo xolasa yaxshi kitoblar kutamiz yana. Endi keyingi kitoblarimiz bilan tanishsak, aytganimdek, may oyi juda ham kitob bozori uchun juda ham barakali bo'lgan. Hali ham bu yerda hammasi yo'q. Endi keyingisi menga juda ham yoqadigan nashriyotlardan biri Nasim Kutub. Sifatiga juda ham boshqacha e'tibor qilishadi. Matniga ham, moddiy buyum sifatida kitobga ham. Kichkina kitob bo'lmasa, mana shuni bemalol yumshoq muqovada chiqarsa bo'lardi. 140 betlik kitob, lekin mana shuni qattiq muqovada chiqarishgan. Boya yuqorida aytganimdek, bunaqa diniy va tarbiyaviy kitoblar takror o'qiladi va ko'p o'qilishi mobaynida unga yumshoq muqova bo'lsa zarar yetishi mumkin. Mana shu narsani inobatga olishgan, qattiq muqovada chiqarishgan va uning ichidagi qog'ozlari ham juda yaxshi. Hikmat toji, tasavvuf durdonalari, uning ichida tasavvufiy hikmatlar, har xil tarbiyaviy nimalar o'z ichiga oladi va kitob juda ham yaxshi chiqqan. Buyum sifatida endi uning ichidagi mazmuni bilan o'qib ko'rib, tanishib, nasib etsa o'z blogimda ham yoritmoqchiman bu kitobni. Menga juda ham yoqdi, ko'rinish, ayniqsa dizayni ham juda ma'qul. Xuddi shu nashriyotning yana bir kitobi menga juda ham yoqdi. Diniy ma'rifiy yo'nalishda Tilimda, dilimda isming. Ya'ni Alloh taoloning ism va sifatlari haqida gap ketadi bu yerda. Bu kitob ham qattiq muqovada, juda ham sifatli chiqqan. Dizayniga bir qarasangiz bo'ladi. Juda ham bir noodatiy, ko'zni quvontiradigan, shunchaki kutubxonangizga terib qo'ysangiz ham dilingiz yayraydigan kitob bo'lgan. Albatta buni o'qisangiz qalbingiz ham ancha o'sadi va menimcha juda yaxshi yo'nalishda qilishgan. Yana bir yangi nashriyotning kitoblari, Intellect Books degan yangi nashriyot ochilibdi. Endi meni nazarim yaqinda tushdi va ular biroz bo'shliqni his qilgan holda boshqacharoq yo'nalishdagi kitoblarni nashr qilishyapti. Masalan, amerikalik yozuvchi Frida McFaddenning O'lim hujrasi nomli kitobini nashr qilishibdi may oyida. Ular may oyida 4 ta kitob nashr qilishgan. O'lim hujrasi bu
bu yozuvchi o'zi turkchada bir nechta kitoblarni o'qib chiqqanman. Psixologik triller janrida yozadi. Yozib boradi, voqealarni bir-biriga bog'lab, qanaqadir qotilliklar, o'limlar, sirli nimadirlar bo'lib sizga yozuvchi kitobning oxirigacha, oxirgi 5-10 varog'igacha xo'rak berib, yedirib, u yoqqa qaratib boradi va oxirida bum portlash qiladi va umuman siz kutmagan, siz yegan xo'raklar emas, umuman boshqa bir joyda o'sha voqea yechimini topadi yoki qotil umuman boshqa odam bo'lib chiqadi. Shunaqa janrda biroz qo'rqinchliroq, lekin kitob bozorida mana shu yo'nalishda kitoblar chiqaradigan nashriyot, alohida nashriyot yo'q edi va shu nashriyot agar shu yo'nalishga ixtisoslashayotgan bo'lsa, men buni qo'llab-quvvatlayman, juda ham yaxshi deb baholayman. Ularning navbatdagi kitobi yana o'sha Frida Makfaddenning D bo'limi deb nomlangan asari. Bu asar ham xuddi o'sha o'lim hujrasiga o'xshagan psixologik triller yo'nalishida hali talaba hamshiraning D bo'lim deb nomlangan juda bir g'alati psixologik kasallikka chalingan bemorlar yotadigan joydagi bir kunlik tungi smenadagi davri haqida va u yerdagi noodatiy voqealar haqida juda ham sirli, juda ham qo'rqinchli kitob. O'qib juda yaxshi adrenalin olish mumkin. Tavsiya qilaman men o'qib chiqqan odam sifatida, nasib etsa balki o'zi haqida alohida bir video ham qilarman. Kitob sifati haqida ham, kitob sifati juda ham yaxshi. Turkiyada bosilgan. Menga juda ham yoqdi kitob. Xo'sh, ularning yana bir navbatdagi kitobi New York Times'da bestseller bo'lgan ekan. Uning so'nggi so'zlari Laura Dave muallifligidagi. Bu ham o'sha yuqorida aytib o'tgan ikkita kitobimga o'xshash janrdagi kitob, faqat muallifi boshqa. Bu bilan hali tanishib ulgurmadim, lekin orqasida berilgan o'sha kichkina ta'rifga qaraydigan bo'lsak, juda ham qiziq kitobga o'xshaydi. Shu Intellect Books'ning navbatdagi kitobi Seth Godinning Taslim bo'l deb nomlangan kitobi. Endi bu non-fiction kitob. Bu yerda ko'proq har doim ham kurashganingda yiqilsang, yana qaytib kurashaverma, qaysidir o'rinlarda bu menga emas ekan, bu narsa mening qo'limdan kelmas ekan deb qo'l ko'tarib, taslim bo'lib, yangidan boshqa bir yo'nalishlarda harakat qilib ko'rish yaxshiroq bo'ladi balki degan g'oyani ilgari surib, shu narsani tushuntirishga harakat qiladi. Navbatdagi kitobimiz bu ko'pchilikning sevimli nashriyoti Taxtlar o'yini, Qirollar to'qnashuvi bilan ko'ngliga yana ham chuqurroq kirib borgan Zabarjad Media nashriyotining kitoblari. Eng qizig'i, ular ham 4 ta kitob chiqaribdi may oyida va adashmasam bu 3 yo 4 nashriyot 4 ta kitob chiqargan may oyida. Va bu yerda eng birinchi men Alisher Navoiyning Hamsasini ko'rsatmoqchiman. Dizayni ham chiroyli chiqqan va kitob o'lchami ham odatiy kitobdan biroz boshqacha. Kitob Hamsaning nasriy bayoni va tadbiq qilingan, yana ham hozirgi zamon tilida osonroq tushunishga mo'ljallab tadbiq qilingan varianti juda ham chiroyli va sifatli kitob bo'lgan. O'zim ham qiziqib qoldim. Qani Hamsani yana bir bor qayta va shunaqa formatda o'qib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan degan qiziqish paydo bo'ldi. Yangi she'r yozish qiyin, hamma gaplarni Alisher Navoiy aytib bo'lgan degan mashhur gap bor. Shu nuqtadan qaralganda Alisher Navoiyni har doim va qayta o'qish hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Navbatdagi 3 kitobini esa bir narsa bir joyga jamlaydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, dizayni ham juda o'xshash. Bu Zabarjad Media nashriyoti va Nurali Qahramon birgalikda tashkil qilgan Aziza mukofoti g'oliblarining kitoblari. Bu yerda bolalar adabiyoti, nasr va tarjima 3 ta yo'nalishda bu tanlov tashkil qilingandi va bilishimcha har 2 yilda qayta o'tkaziladi. Qanchadir miqdorda pul mukofoti bor va o'sha mualliflarning kitoblari 3000-5000 nusxada nashr qilinadi va u sotuvdan ham yana mualliflarga gonorar berishadi va shu mukofot doirasida
g'olib bo'lgan 3 kishining kitoblari xullas bu. Birinchisi tarjima yo'nalishida g'olib bo'lgan kitob Boy va kambag'al. Bu Dorothy West qalamiga mansub kitobni Guljahon Ilasheva ingliz tilidan tarjima qilgan ekan va bilishimcha bu muallif o'zbek tiliga birinchi marta nashr qilinishi ekan. Keyingisi Mastura Abdurayimning Farishta qanotlari ostida kitobi. Bu nashr yo'nalishidagi g'olibning kitobi va bu ham juda ham chiroyli bo'lgan. Nashriyot va mukofot ta'sischilari bu kitobni nima uchun g'olib deb topdi? Baribir tabiiyki juda ko'pchilik topshiradi hujjat. Ularning ichida qanday qilib bu kitob g'olib bo'ldi va nima uchun g'olib bo'ldi degan savolga javob topish uchun ham bu kitobni o'qib ko'rmoqchiman. Keyingisi bolalar adabiyotidan Tozagul Jumanova Sehrli kitob nomli kitob. Bolalar adabiyotiga mo'ljallangan ekan. Boya ham aytdim, Tarbiyachi nashriyotida ham uning bir kitobi nashr qilingandi. Juda ham yaxshi barakali ijod qilyapti bu muallif. Ijodiy yo'lida to'xtamasligini tilayman. Nashriyotga ham shu tilaklarim, yozuvchilarga ham. Yangi asr avlodi nashriyoti. Bu nashriyot ham bolalar uchun kitob chiqaribdi. Yovuz mitti kitob deb nomlangan. Adashmasam tarjima, lekin kitob dizayni juda ham yaxshi chiqqan. 12+ belgisi qo'yilgan va qaysidir ma'noda qo'rqinchliroq bo'lgan, bolalarni qiziqtiradigan qilib, sirli qilib ichida karikaturalari, rasmlari bor bo'lgan kitob ekan. Qattiq muqovada va sifatli chiqqan. Bu bir. Eng qizig'i, aytmabman buni, yangi asr avlodida ham may oyida 4 ta kitob chiqibdi. Yoki mening e'tiborimni tortgan yangi kitoblari 4 ta bo'ldi. Xo'sh, ikkinchi kitob Jack Londonning Yuzsiz nomli qissasi. Jack London muxlislari uchun yaxshi tanlov. Umuman shu dizaynda, shu seriyada menimcha bir 5-6 ta kitob chiqdi, lekin bittasi yumshoq, bittasi qattiq muqovada chiqyapti. Bilmadim, balki bu kitobning qalin yupqaligi bilan bog'liqdir, lekin hammasi yo yupqa yo qattiq muqovada bo'lsa menimcha yaxshiroq bo'lardi. Keyingi ikki kitob ham Remark haqida. Birinchisi o'z qalamiga mansub bo'lgan kitob. Bu yerda Yaqiningni sev deb nomlangan roman o'sha mashhur Remark seriyasining navbatdagi kitobi bo'ldi. Ikkinchisi esa bu noodatiy dizayn menga juda ham yoqdi. Qo'lingizga olganingizda qanaqadir maktub yozilgan konvertga o'xshaydi va bu menga Sevishingni ayt deb nomlangan. Bu o'zi yozgan kitobga juda o'xshash ekan, lekin buni ichida Remarkning sevgi maktublari yozilgan. Yaxshi ko'rgan insoniga yozgan sevgi maktublari jamlangan. Bilamizki, katta yozuvchilarning maktublari ham asar darajasida bo'ladi va juda qiziqqonlik bilan o'rganiladi. Boshqa davlatlarda juda qalin kitoblarni ko'rganman yozuvchilarning. O'sha umri davomida do'stlariga, yaqinlariga, ota-onasiga, sevgan insonlariga maktublar yozganini va ular kitob bo'lib nashr qilinganini. Va nihoyat bizda ham shu narsa yo'lga qo'yilgani juda ham yaxshi bo'libdi va bu narsa bilishimcha seriyali har bir yozuvchi va katta shaxslarniki yig'ilar ekan, bu juda ham yaxshi. Demak, bularda ham 4 ta kitob. Xo'p, keyingisi bu Tasnim nashriyotiniki ekan, Nikoh ostonasida deb nomlangan kitob. Nimalarga e'tibor berish kerak yoshlarimiz nikoh ostonasida? Shu mavzuda hikoya qilinadi. Diniy kitob, sifati yaxshi. Menga yoqdi, dizayni ham juda ham bejirim chiqqan. Ko'pchilikning sevimli nashriyotiga aylangan Huzur nashriyotidan Katta yurish. Boya yuqorida tilga olganimiz Frida Makfaddenning Oq soch romanini nashr qilishdi. Kitob juda ham sifatli, boshqacha chiqqan. 400 bet salkam. Menga juda ham yoqqani uning ichidagi nima deydi, sahifalash stili bo'ldi. Juda ham qiziq, juda ham professional yondashilgan mana shu narsaga va ayashmagan. Qaysidir ma'noda juda ham varog'ini ko'paytirib kitobxonlarning haqqiga ham xiyonat qilinmagan, qaysidir ma'noda juda ham tiqib varog'ini kamaytirishga harakat qilib o'zlarini ham o'ylashmagan. Shu bir oltin o'rtaliq topilgan. Bu muallifdan 2-3 ta kitob o'qiganimni aytdim. Bu asarni ham o'qib ko'rmoqchiman. Juda ham qiziq yo'nalishda ijod qiladi bu yozuvchi. May oyida Huzur nashriyotidan bitta kitob. Endi navbatdagi kitobimiz Kitobdor nashriyotiga tegishli. Bu o'sha bolalar
adabiyotidagi mashhur yozuvchi Erkin Malikning Nabiralarimga maktublar deb nomlangan kitobi. Bu kitobning yaxshi tarafi o'sha yozuvchi umri davomida ko'rgan bilganlarini shu bolalarga moslab, bolalar tilida chiroyli qilib mavzulashtirib, chiroyli qilib yozgan va bu kitob ham kiril ham lotinda ikki xil alifboda bosilgan. Yoshi kattaroq nabiralar o'qimoqchi bo'lsa, qiziqsa kirilda, kichkinaroq, yoshroq va kirilda qiynaladiganlar lotinda o'qishi mumkin bo'ladi. O'zi umuman kitoblarda ham kiril ham lotinda bosilayotgani biroz odamning g'ashiga tegadi qaysidir ma'noda. Endi menga ko'proq lotin ma'quldek tuyuladi. Shu borada davlat ham bir aniq to'xtamga kela olmayotgani shu kitoblarda ham seziladi. Bitta kitobning ham lotin ham kiril versiyasini chiqarishga ham majbur bo'ladi nashriyotlar, chunki bilmaysan qaysi yaxshiroq sotiladi. Va o'ylaymanki, siyosat qattiqroq olinib bir to'xtamga kelinsa, hammasi joyiga tushadi. Shu narsa hattoki shu kitob bozoriga ham ta'sir qilyapti demoqchiman-da. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, fikrimni yana bir tasdiq sifatida bu kitobning kiril va lotin alifbodagi ko'rinishi nashr qilindi. O'sha Shuhrat Bobojonning Time Machine 1984 da kiril va lotini bor, ikkita alifboda va mana bu Arxitip nashriyotining Koreya adabiyotidan tarjima qilgan Hyunamdong kitob do'koniga xush kelibsiz kitobining ikkita tildagi nashr bor, lotin va kirilda. Vaqti keldi deb o'ylayman, bitta to'xtamga kelish va natija baribir lotin bo'lishi kerak. Lotin alifbosi bo'lishi kerak va shunga asta-asta nashriyotlar ham o'tish kerak. Ana shu narsani boshidan boshlab o'tib o'sha narsani qo'llab-quvvatlayotgan yana bir yangi nashriyotlardan biri bu Booktopia nashriyoti. Bularda may oyida Virginia Woolfning Mayoq sari romani nashr qilinibdi. Kitob juda ham sifatli chiqqan. Qoyil qolish kerak. Demak, O'zbekistonda pechat qilib ham demak shunaqa sifatli kitob chiqarsa bo'ladi. Faqat qattiqroq qarash kerak, nazorat qilish kerak va ozgina mehr berish kerak. Men shunaqa fikrdaman. Xullas, mana shu kitobi chiqibdi. Bu nashriyot ham yangi va kitoblarni lotin alifbosida bosyapti. Qolgan nashriyotlarga ham imkon qadar shu alifboga o'tishini so'rardim. Yana bir fikrimning isboti va nimasi sifatida yana bir nashriyot Factor Books, balki nomi o'zgaryapti, X Group, ikki xil narsa, ikki xil ko'rinishda ko'ryapman buni. Shu nashriyotning Qaysar nomli kitobi. Bilmadim, juda ham qiziq tuyuldi menga janri. Bu kitob haqidagi kitob bloglarida, xalqaro saytlarda o'qib ko'rdim va yo'nalishi va janri qiziq tuyuldi menga. Bular ham lotinga o'tishdi to'liq menimcha. Chunki faqat lotinda ko'ryapman kitoblarini. Kitob sifatli chiqqan, faqat negadir yumshoqda bosishgan. Lekin yumshoq bo'lsa ham sifati yaxshi. Yaxshi. Xo'p, endi men eng oxirgi olib qo'ygan nashriyotim Arxitip nashriyoti. Bu nashriyotni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi kitoblar chiqaradi va sifatli chiqaradi. Shu nashriyot bu oyda 6 ta kitob chiqaribdi. 6 ta kitob chiqaribdi. 6 ta deganimda bu Koreya adabiyotidan Hyunamdong kitob do'koniga xush kelibsiz kitobining ham kiril ham lotin alifbosida ikki xil ko'rinishda nashr qilishgan. Bu kitobni men o'qib chiqdim allaqachon. Juda ham yaxshi. Hozirgi bir shiddatli zamonda, ijtimoiy tarmoqlar zamonida odamga bir halovat izlashda yordam beradigan bir kitob. Chunki uning ichidagi qahramonlar ham shu bosimli ishlardan, ijtimoiy tarmoq va shiddatli hayotdan zerikib uzlatga chekinadi va ular bitta kitob do'konida jam bo'lib qoladi. Shu haqida kitob umuman ruhiyatni dam oldiradigan yo'nalishdagi asar. Xo'sh, demak, Arxitip nashriyotidan navbatdagi kitob Gabriel Garcia Marquezning Mash'um zamoni romani. Bu seriyada ham nashriyot oldin kitob chiqargandi, o'sha seriyaning davomi bo'lib chiqyapti va bu seriyada yana davomli kitoblar chiqadi degan xabarlar eshitdim. Sifati juda ham yaxshi chiqqan. Dizayni ham menga juda ham yoqdi, noodatiy. Keyingi kitob yana Arxitip nashriyotidan Yashar Kamolning Ilonni o'ldirsalar nomli kitobi. Bu kitobning ichida 3 ta katta qissa o'rin olgan. Ilonni o'ldirsalar, Ag'ri tog'i afsonasi, Qo'rg'ondagi anor daraxti deb nomlangan 3 ta qissa joy olgan kitob
juda ham bir boshqacha chiqqan. Sizlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ani ko'zni quvnatadigan bo'lib. Shunda agar bu kitobni olsangiz, 3 ta kitob olgandek bo'lasiz va muallifning 3 ta qissasi bilan tanishasiz. Menga shu jihati yoqdi. Kitobning sifati ham yaxshi. Endi mavzusi va uning ichidagi narsalar haqida hali to'liq xabarim yo'q, chunki o'qib chiqmadim, lekin o'qishga qiziqtiradigan muqova bo'lgan. Xo'p, keyingisi Temur Po'latov muallifligidagi Qoldir o'limni dog'da deb nomlangan kitobi. Bu muallifni ko'pchilik taniydimi yo'qmi bilmayman, lekin juda yaxshi yozadigan o'zbek adiblaridan. Qaysidir ma'noda Kafka bilan Kamyuning qorishmasiga o'xshatishadi juda ko'pchilik. Undan ham murakkabroq deyishadi. 2-3 ta kitobini o'qib ko'rganman, menga juda ham yoqqan. O'sha yozuvchining yangi kitobi, bunda Qrim tatarlarining qaysidir ma'nodagi o'sha jadidi deymizmi yoki oydini bo'lgan No'mon Chalabijaxonning hayot yo'li va qiyinchiliklari haqida yozilgan kitob. Qaysidir ma'noda avtobiografik qissa desa ham bo'ladi. Mavzusi jihatdan ham juda qiziq tuyuldi, chunki bu mavzularda kitoblar bizda ko'p emas, bilasiz. Va bu nashriyotning may oyida chiqargan oxirgi kitobi Yohan Hari muallifligidagi O'g'irlangan diqqat deb nomlanadi. Kitob juda ham qalin ekan. Bu janrdagi kitoblar uchun 400-450 bet menimcha juda qalin va nimalari ham, shriftlari ham kichkinaroq. Ko'p narsa yozilgan ichida. Kitob haqida qiziqib ko'rdim, menga qiziq tuyuldi. Bu qaysidir ma'noda buning yo'nalishini atom odatlariga o'xshatish mumkin. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar zamonida va boya aytganimdek bir g'alati bir zamonda yashayapmiz. Shu zamonda bizning diqqatimizni o'g'irlaydigan, fokusimizni boshqa joyga jalb qiladigan narsalar juda ko'p. Bu narsani tahlil qilishimizda va o'z ustimizda ishlashimizda bunday kitoblar juda ham yaxshi foyda beradi. Xullas, qisqa qilib aytganda, mana shu kitoblar o'zbek kitob bozorida may oyidagi yangiliklar bo'ldi. Qaysidir kitoblar bu joyda o'rin olmagan bo'lishi mumkin, diqqatimdan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir nashriyotlar so'rovlarimga javob yozmadi. Shu nuqtai nazardan agar qaysidir kitoblar, yaxshi bir kitob may oyida chiqqan videoda o'rin olmagan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Fikringiz qiziq va bu yerdagi kitoblardan qaysi birini o'qishni istadingiz yoki allaqachon o'qib bo'ldingiz, bu haqida ham fikrlaringizni yozing, fikrlashaylik. Bu ham juda qiziq. Yuqorida takror aytganimdek, kitob bozorimizda may oyi juda ham barakali ketdi. Eng kamida 30 ta 40 ta yangi kitob chiqibdi. Menimcha bu juda ham yaxshi. Va yana bir fikr, izohlarda yozib qoldiring. Videoda yana nimalar bo'lishini, nimalar haqida gap ketishini istardingiz va yana qaysi nashriyot kitoblarini keyingi oy tahlillarida ko'rishni istardingiz. Ularni ham yozib keting. Buni albatta inobatga olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda bir burchakda ko'rishguncha.